Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdırşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türk 11 sentabr Cenevada başlanğan BDT Kişilik Hüquq Kengişi 54. növbətlik yığınının içiliş mərasimində qılğan sözüdə gerçi Şərq Türkistanda yüz beriyotqan zulmlarni to'xtatish uchun jiddiy harakatga o'tishni ifoda qilgan bo'lsa-mu, ammo uning Uyg'ur masalasini tilga olganda qo'llangan yumshoq talaffuzi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini ancha mamnun qilmadi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Şərq Türkistonda yüz beriyotganlarning odatdagi bir kishilik huquq tajovuzchilik qilmishi emas, balki irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligini BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarlığı tərəfindən ötən il 31 avqust elan qılınan Uyğur vəziyyəti haqqındakı dokladımı Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzətqan qılmışlarının insoniyat qarşı jinoyat şəkillendiriş mümkünçiliginin barlığının ochiqcha ifoda qilinganligini. Şoňa BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türk bolsun yoki BDTning boshqa amaldorlari bolsun, Uyğur masalasini tilga olganda BDTning yuqorqi dokladida qo'llanilgan iboralarni nazardan saqit qilib o'tmaslik kerakligini ta'kidlab o'tdi. 11 sentabr başlanğan BDT Kişilik Hüquq Kengişining 54. növbətlik yığını 6 oktyabrgacha davom qiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati yig'inning 3-haftasi Cenevga berib, mazkur yig'inning ba'zi bo'limlariga bevosita qatnashadi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda yig'in zalida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi asos temin qilingan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazadi. BDT Kişilik Huquq Kengishining oldingi navbatlik yig'inida Dolqin Ayso apandim 3 minutlik so'z qilish haqqiga erishgan. Ammo u so'zlayotganda Xitoy vakillari Dolqin Ayso apandimning so'zini adabsizlarcha ko'p qitim bo'lib, yig'in kotibotligidan Dolqin Ayso apandimni yig'in zalidan chiqarib o'tishni talab qilgan. Ammo Xitoyning bu xil o'ktamlarcha talabi yig'in riyosatchisi tarafidan keskin shaklda rad qilingan. Amerika vakilimi yig'inda darhol Xitoyning o'ktamligiga raddiya qaytarib, Dolqin Ayso apandimning so'z qilishining BDTning hech bir qoida va prinsiplarga xilof emasligini, Xitoyning bo'lsa mazlum millatlarning ovozini bo'g'ishga urinayotganligini ifoda qilgan edi. Dolqin Ayso apandimning bu navbatlik yig'inda so'z qilib qilmaydiganligi hozircha noma'lum. Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin 11 sentabr Ispaniyaning Barselona shahrida o'tkazilgan va 100 minglagan kishi qatnashgan Kataloniya mustaqillik kuni faoliyatiga qatnashib, Sharq Turkiston xalqining uzun yillardan buyon Kataloniyaning mustaqillik uchun kurash qilayotgan Katalon xalqiga bo'lgan qo'llashni ifoda qildi. Barselona shahrida zo'r yurish ilib borgan katalonlar yo'l bo'yi mustaqillik va erkinlik deb shior to'lashdi. Aslida bir mustaqil davlat bo'lgan Kataloniya 1714 yildan boshlab Ispaniyaning mustamlikasi ostida qolgan edi. Shuningdan buyon katalonlar Ispaniyadan mustaqillik talab qilib kelmoqda. 11 sentabrdagi zo'r yurishga dunyoning har qaysi ellarida mustaqillik yurishi ilib berayotgan asr millatlarning vakillari qatnashib, Katalon xalqining milliy mustaqillik yurishini qo'llaydiganligini ifoda qilishdi. Sharq Turkistonning ayil tuzliq ko'k bayrog'ini ko'targan Uyg'ur vakili Zumratay Erkinga Kataloniya milliy qurultayining alayda ko'ngli bilishi bilan namoyishning oldingi safidan o'rin berildi. Chunki Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan Kataloniya milliy majlisi uzun yillardan buyon yaqin hamkorlik munosabat o'rnatib kelmoqda va har yili 11 sentabrdagi mustaqillik kuniga qurultay vakillari bevosita qatnashib kelmoqda. Zumratay Erkinning istansimizga bildirishicha, bu qitimqi mustaqillik yurishi dunyodagi eng nopozli matbuotlarning alayda diqqatini qo'zg'agan bo'lib, yurishga qatnashgan katalonlar Zumratay Erkin ko'tarib olgan bayroqning qaysi davlatning bayrog'i ekanligini bas-basli so'rashgan va buning Sharq Turkistonning bayrog'i ekanligini bilgandan keyin buningdan cheksiz so'yingan va Uyg'ur xalqining mustaqillik yurishiga muvaffaqiyat tilaydiganliklarini bildirishgan. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Burnes 11 sentabr kuni Twitterda uchur yo'llab, Gulshan Abbas va uningdan boshqa barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqirdi. Nicholas Burnes yo'llagan uchurda mundaq deydi: 9-oyning 11-kuni dam olishga chiqqan Uyg'ur doktor Gulshan Abbasning tutilganligiga 5 yil bo'ldi. Uning 20 yillik kesilganligi xabar qilingan edi. Bundaq jazo aqlga sig'maydi. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyatini doktor Gulshan Abbas, shundaqla millati va diniy e'tiqod sababidan tutilgan barliq kishilarni qo'yib berishga chaqiramiz. Doktor Gulshan Abbas Uyg'ur akademiyasining bosh raisi, Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbasning singlisi va Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning hadisi bo'lib, 2018-yili Xitoyning o'chilish xarakterlik tutqun qilishga uchraganligi, 2020-yili 20 yillik kesilganligi ma'lum bo'lgan edi. Egilenishicha, Xitoy hukumatı Gulshan Abbasning delosidimi boshqa Uyg'ur tutqunlarning delolariga o'xshashla qonun tartibga, tutqunlarning haq-huquqlariga amal qilmagan. Bu yil 5-oyda Amerika Tashqi ishlar ministrligi va BDT Kishilik huquq kengashi xohlagancha tutqun qilish qarshi turish xizmat gruppasi
Gulshan Abbas qatorliq kishilarni shartsiz qo'yib berishni talab qilgan edi. 8 sentabr boshlangan va 13 sentabrgacha davom qiladigan Nyu-York moda kiyim haftaligi o'tkazilayotgan bir paytda Xalqaro kishilik huquq fondining qonun va programma ishlari amaldori Claudia Bennett haftalik xabarlar to'g'rida maqola yozib, moda kiyimga amroq iste'molchilarni qullar emkining haqqini yemaslikka ogohlantirgan. Sizning dangliq markaliq esil kiyimlaringiz qullar emkidan kelgan. Diqqat qiling nomli bu maqolada dangliq kiyimlarga ishlatilgan paxtaning majbur emgak eng og'ir bo'lgan Sharq Turkistondan keldiganligi, Xitoyning majbur emgak chetishlik mahsulotlarini tekshirishga to'sqinlik qilayotganligi alohida eskartilgan. Avtor bu maqolasida mundaq deb yozadi. Bu yil 8 oyda Bloomberg xabarlar tori kishilik huquq fondi allaqachon bildigan bir ishni xabar qildi. U bo'lsa-mu Xitoy Kompartiyasi to'g'ri buzg'unchilik qildigan mashina odamini yo'llab, bizning mukofotga erishgan mahsulotimiz bo'lgan Uyg'ur majbur emgakini tekshirish detaliga hujum qildi. U detalni tushirishga yo'l qo'ymadi. Shu orqali kiyim ishlangan joyni, texim muhimi kimning u kiyimni ishlab chiqarganligini tekshirishga to'sqinlik qildi. Bu detal Google'ning qistirma app detallar qatorida ishlaydigan detal bo'lib, uni tushirsangiz, siz olgan kiyimning kommunist Xitoy lageriga solib olgan 1,5 million odamdan birining qon teri singan mahsulot ekanligini deb berdi. Ondan sizdan u kiyimni obdan o'ylashib elishini talab qiladi. Maqolada Shein, Nike, Zara qatorliq dangliq markalarning yanada Amerika bozorida sotilayotganligi, New-York moda kiyim haftaligida ashu markadagi kiyimlarning ko'rsatilishi mumkinligi, shuningdek majbur emgak masalasi haqida gap bo'lsa-la, hammasining besh og'riydiganligi alayda tilga ilingan. Shuning bilan birga hozir hamma shirkatlarning manfaatga dum tushganligi, buning Xitoyga foydali ekanligi, ammo iste'molchilarni bo'lsa-mu qul emgakining haqqini yemaslikka davomli chaqirishning zarurligi ta'kidlangan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.